Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Bugun sizlar bilan birga ayrim bog'dagi kamchiliklar va oziqa yetishmasligi to'g'risida suhbatlashamiz. Ya'ni bir necha yillar davomida bog' qilib, uni hosilini uzoq yillar kutishimizga to'g'ri keladi va aynan o'sha jarayonlar natijasida ko'chatlarni ekish, ularni oralisini to'g'ri tanlash, mahalliy va xorijiy navlarni qanday sxemalarda ekishga e'tibor berish kerak. Mana bu ko'rib turgan bog'imizda 9-10 yillik ko'chatlar bo'lgan bo'lsa, ular o'sib, hosilga ayni kiradigan paytida bir qator muammolarga duch kelib turibdi bu bog'imiz. Masalan, ko'chatlar orasi juda ham yaqin ekilgan. 3 metrga 3 metr sxemada ekilgan. Natijada o'simliklarda oziqa yetishmasligi kuzatila boshlagan. Masalan, barglarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu barglarda temir moddasini yetishmayotganligini yaqqol namoyon bo'layotganligi, barglarni noziklashib qolganligi va hosildorlikni keskin kamayib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Mana hosildorlik elementlari, hosil elementlari ham juda ham sust rivojlanyapti. Sababi bu yerda oziqa moddalari yetishmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan qaysi moddalar? Fotosintez jarayonini asos hisoblangan temir moddasi, mevalarni xususiyatlarini yaxshilovchi rug', molibden kabi bir qator mikroelementlarni ko'rishimiz mumkin yetishmayotganligini. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Avvalambor mahalliy navlarni ekayotgan vaqtimizda ularni sxemalarni to'g'ri tanlash kerak. Biz uzoq yillarga tashkil etayotgan bog'larimizda hosilni, bu ko'chatni sonini ko'paytirish hosildorlikni oshirib bermaydi. Mana uzoq yillar natijasida bu yerda hosil daraxtlarni o'zaro joyga bo'lgan munosabatda talabi kichik bo'lganligi, bu yerda kichkina bo'lib qolganligi sababli hosildorlik tushib ketgan. Hamda oziqa elementlari quyosh nurini kam tushishi natijasida oziqa elementlariga bo'lgan talabni ko'pligi natijasida hosildorlikning kamayib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Ana o'shaning uchun bog'larni tashkil etayotganda asosiy maqsad ularni oraliq masofalarni to'g'ri tanlash va ularni doimiy ravishda qo'shimcha oziqlantirib turishimiz zarur. Ayniqsa hosil elementlarini shakllantiruvchi mikroelementlar, makroelementlarga bo'lgan talabini o'z vaqtida qondirish, hosildorlikni ko'p olishimiz va bog'imizni uzoq yillar bizga xizmat qilishini asosi hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.